Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida 6 yashar qiz bog'chada tegajog'likka uchradi. Tegajog'likni oilaviy bog'cha rahbari sodir etgan. Kunduz tanishgan ayblov xulosasiga ko'ra, 53 yoshli erkak o'z uyida oilaviy bog'cha ochib, unga rahbarlik qilib kelgan. U 2025-yil 14-aprel kuni bog'chada tarbiyalanayotgan 6 yashar qizga nisbatan zo'rlik ishlatmagan holda uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan. Xususan, qizga telefonda behayo video qo'yib bergan. Qizning ota-onasi bergan ko'rsatmaga ko'ra, bog'cha rahbari nafaqat behayo video qo'yib bergan, balki jinsiy a'zosini ham ko'rsatgan. Erkak tergov davomida o'sha kuni mast bo'lgani, behayo tasvirlarni tomosha qilayotgan telefonini qizning yonida unutib qoldirganini aytgan. Erkakning tan olishicha, u bolaning ota-onasi tegishli idoralarga arz qilmasligi uchun ularga 2 million so'm pul taklif qilgan, lekin ota-ona pulni olmagan. Kunduz manbasiga ko'ra, erkak joriy yilning 4-mart kuni sud hukmi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlariga takroran qo'l urgan shaxslar uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo amalga kiritilishi kutilmoqda. Bu boradagi qonun loyihasi 3 oy ichida ishlab chiqilishi belgilangan.